eshitilyapmi yo'qmi? Aytildiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muazzin azon aytib turganda sizlar ham muazzinni aytgan gapini, kalimatlarini mislini aytinglar deganlar. Ya'ni muazzin nima desa, sizlar ham o'shani aytinglar. Ya'ni unga hech narsa qo'sha olmaysizlar. Illo ikkita kalimani bundan mustasno qildilar. Hayya alas salom bilan hayya alal falohda. Unda sizlar la havla va la quvvata illa billah deysizlar deganlar. Ba'zilar ikkisiga mashaalloh deydi-ku. Bunaqa emas. Ikkoviga ham la havla va la quvvata illa billah deydilar. Ba'zi rivoyatlarda ikkovini ham aytsa ham bo'laveradi. Ya'ni hayya alas saloh desam hayya alas saloh deysizda, keyin la havla va la quvvata illa billah deysiz. Jamlasida bo'laveradi. Ya hayya alal falah hayya alas saloh aytmasdan hech yo'q la havla va la quvvatani aytish kerak bo'ladi. Va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh kalimasini aytib turgan vaqtida ham aynan shu kalimani o'zini aytasiz, salovat aytolmaysiz. Deyilgan. Allohu akbar deganda azon aytganda bizda eshitganlar jalla jalaluhu deydi, uni ham aytolmaydi. Allohu akbarni aytadi. Ilosdan egalari aytadilarki, mabodo agar bir odam Allohu akbar deb turib orqasidan jalla jalaluhu desa ham mayli. Lekin jalla jalaluhu o'zini aytolmaydi. Chunki amir bizga muazzin aytgan narsani aynan mislini qaytarish kerak. Xo'p, keyin la ilaha illalloh dedimi? La ilaha illalloh deysiz, Muhammadur Rasulullohni qo'shmaysiz. Chunki muazzinning aytgan narsasini mislini aytishimiz kerak.